Ya, aşağı taraftan geldi ya. Abu Bakr bilan Payg'ambar alayhisalom shunday yotgan paytlarda ana shu karavot yo'llarida turardi. Yo'llarda Oysha onamiz yotib yurar ekanlar. Umar kelgandan keyin endi nomahram keldi menga. Abu Bakr otasi Nabiy alayhisalom o'rtog'ida. Endi Umar keldi, nomahram keldi. Oysha onamiz kulbalarni o'rtalariga devor qurdirib, o'zlari kichkina turbaga ko'chib qo'ydi. Ana endi mana shu gapni kechagina bir gap bo'ldi. Ayoli o'lib qolsa yer qo'ymas ekan. Ha, lekin o'rtaga tomoq tushadi. Tomoq tushadi. Hadisda bormi? Ha, bor. Tomoq tushadi. Xotin masalan o'lib, ayol o'lib qoladigan bo'lsa o'rtaga tomoq tushadi. Aytadi-yu, jon chiqdi o'rtaga. Eski Badr yo'lidagi anaqana Badr qishlog'ining yonidagi mana shu qishloq bo'lgan. To'kilib yotibdi. Ko'rlasizlar. Beş yüz. 1500 yil. 1500 yil degani bu hazil emas. Buni g'ishlari turibdi, muborak g'ishlari. Bu Aslida bu deganmi? Bu tilojiz. Badr ahlidan odamlar qo'shiladi. Shuning uchunki bular endi ko'pchilik bo'lganligi uchun ularga yozmoqqa javob berish kerak-da. Arabcha faqatlar katta xonali nimalarda ashablarning mahallasi bo'ladi. Alloh a'lam. Ahvobi ishlarni Masjidul Arish bu. Nabiy alayhisolatu vassalamni Badr jangida istiqomat qilgan joylari. Badr jangida duo qilganlar Nabiy alayhisolatu vassalam, ya Robbil alamin, men duosini qaranglar-da. Ya Robbil alamin, men juda ko'p kamsonli nimalar bilan keldim, askarlar bilan menga bu jangda yordam bergin. Menga o'zing quvvat bergin ya Robbim. Agar bu jang maydonida men yengilsam, yer yuzida senga boshqa hech kim ibodat qilmay qo'yadi. Surasidan 125-oyatda biz 5000 ta farishtani sizga yordam berishlik uchun jo'natdik degan mazmunda oyat tushadi. Jabal maloikaga tushadi ular. Ana shu paytdagi mana ashabiy ikromlar Badr jangi paytidagi yashagan joylar bu yoq va narigi tarafda, o yo'lda bu yoqda ham turib ko'rayotgan bo'lsa